Tush ba'zida birodarlar bashorat bo'ladi, xursandchilik olib keladigan. Tush ba'zida ogohlantirishlik bo'ladi, bir musibatda kelishidan avval. Yomon tush ko'rsanglar, hech kimga aytmanglar. Nima qilib qo'yinglar? Tushingni suvga ayt deyapti. Chop tomonlariga 3 marta tupurib qo'yinglar deydi. Kecha ko'rganingiz tushingizda bugun shunday sodir bo'lib turibdi. Akalar, opalar, biz ham uyimiz bitishiga yordam beringlar. Umrbod duo qilib o'tamiz. Hammalarning kirib kelgan Ramazon oyidan bilan shu oyda shu bolalarga chalindi botladik. Ro'za kunlarida savob bo'ladi. Mana shu qizimga yordam beringlar, uylarini bitirishga. Ukam, sizni oldingizmi? Meni orzuyim shu uyimiz bitib qolishi. O'zimiz uyimizda yashash. Aka, opam, men uyimizda yordam beriga duo qilaman. Ramazon oyida savobga terdik bo'ladi. Bu oyda bergan ehtonimiz 1000 barobar yoziladi. Shu uyga bitta git obedaydan jannatda uylar bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun +996 778 bilan 52 400 mana nomerlarimizda WhatsApp, Telegramimiz bor. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ba'zida Alloh taolo bandasini ikrom qilib solih tushlarni berib qo'yadi. Ya'ni kechqurun ko'rgan narsasi o'ngida sodir bo'ladigan bo'ladi. Bunaqa tushni tafsir qilishning hojati yo'q. Kecha ko'rganingiz tushingizda bugun shunday sodir bo'lib turibdi. Agar Alloh taolo bir bandaga bir narsani bildirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bildirib qo'yadi. Yoki biror bir narsadan ogohlantirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bir bu narsani alomatini berib qo'yadi. Demak, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, unga solih tushlarni beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Ato ibn Yasordan ar-ru'ya solihatu yaraha ar-rajulu solihu aw tura lahu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwati. Hozir nubuvatdan, payg'ambarlikdan hech narsa qolmagan. Ammo rost tushlar, ar-ru'ya soliha bor. Rasululloh aytadilar, solih kishi ko'radigan yoki unga ko'rsatiladigan rost tush nubuvatning 46 dan bir qismidir. Tush ba'zida birodarlar bashorat bo'ladi, xursandchilik olib keladigan. Tush ba'zida ogohlantirishlik bo'ladi, bir musibatda kelishidan avval. Payg'ambarimiz ko'rgan tushlarini aytib berardi Hadicha onamizga. Hadicha onamiz payg'ambarimizning ko'ngliga taskin berardi. Bu ar-ru'ya soliha muddati 6 oy davom etdi. Vahiy kelishligidan avvalgi 6 oyda payg'ambarimiz nima tush ko'rsa, kunduzi shunday sodir bo'lar edi. Endi ayol kishi mana shu tushingizni ham yaxshilik bilan ta'bir qilib bersa yaxshida. Yaxshi tush ko'rsanglar, solih odamlarga aytinglar deyiladi. Yomon tush ko'rsanglar, hech kimga aytmanglar. Nima qilib qo'yinglar? Tushingni suvga ayt deyapti. Chop tomonlariga 3 marta tupurib qo'yinglar deydi. Mana rivoyatlarda keltiriladi, kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tush ko'rdilar. Tushida uyini shiftidan bitta yog'och olindida, ana shu ochilib qolgan joydan kumushdan bo'lgan narvon tushirildi. So'ngra ikki kishi uyga ana shu narvondan tushdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tushida baqirib, ovoz chiqarib yordam so'ramoqchi bo'ldi, ammo tili ishlamadi. Ana shu tushgan ikkita odamdan bittasi payg'ambarimizning yonboshiga, bittasi yoniga kelib o'tirdi. Ulardan biri yonboshiga kelib o'tirgani qo'lini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ichiga kirgizib, ikkita tomirini uzdi. Keyin yana ham kirgizib qo'lini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning
qalbini, yuragini chiqardi. Rasululloh uni qo'lini sovuqligini his qildi. Payg'ambar alayhisalomning yuragini chiqarib, qalbini chiqarib o'zini kaftiga qo'yib, "Ha, bu solih kishining qalbi" dedi. Qalbni tozaladi, yuvdi, so'ngra qalbni o'z joyiga kiritib, ikki tomirni qaytarib o'rnashtirib qo'ydi. So'ngra u ikkisi yuqoriga ko'tarildi, narvon ham ko'tarildi, shift o'zini holiga keldi. Bu payg'ambar alayhisalomning ko'rgan tushi. Alloh taologa inson qanchalik qattiq bog'lanar ekan, qalbi shunchalik poklanadi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga alohida bir inoyat ko'rsatdi. Chunki Qur'onda Alloh taolo "Vastana'tuka li nafsi" dedi. Mana Musa alayhisalomga, umuman payg'ambarlarga va men seni o'zimga payg'ambarlik uchun tanladim dedi. Boshqa oyatda "Fa innaka bi a'yunina" zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz dedi. Ya'ni biz o'zimiz qarab turibmiz sizga degani. Alloh taoloning payg'ambarimizga bo'lgan xos inoyati bo'ldi. Bu rost tushlar ulamolar tomonidan irhosot deyiladi. Ya'ni payg'ambarlik kelishiga, payg'ambarlikni, vahiyni qabul qilib olishligiga payg'ambarimiz uchun tayyorgarlik edi. Agar mo'min Allohga haqiqiy qalbi bilan bog'lansa, chin qalbi bilan qattiq bog'lansa, Alloh bu bandani qalbini poklaydi. Nimadan poklaydi? Qalbiy kasalliklardan. Gina, hasad, hirs, kibr. Inson nimaga bir odamga hasad qiladi? Nimaga odamlarning oldida kibr qiladi? Chunki bu odamning qalbi kasal bo'ladi. Agar insonning qalbi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bunday narsalar uning qalbida bo'lmaydi. Birodarlar, sarmoya degan so'z bor. Qo'lingizdagi dastmoya, sarmoya. Inson bolasiga berilgan eng katta sarmoya nima? Pokiza qalb. Bir insonning qalbi pokiza bo'lsa, zo'r sarmoyasi. Bu qalb bilan zo'r hayot kechirsa bo'ladi. Oxiratni diyorini sotib olsa bo'ladi. Bu sarmoya bilan. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda deydi Alloh taolo. Qaysi kunda? Na molu davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar nima foyda beradi? Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina mana shu toza dillari foyda beradi. Haqiqiy foyda ko'rish qiyomat kunida bo'ladi. Haqiqiy ziyon ko'rishlik qiyomat kunida bo'ladi. Qiyomat kunidagi haqiqiy foyda kimga tegar ekan? Pokiza qalb egasiga. Alloh taolo qalblarimizni poklasin. Uning uchun Alloh taologa qattiqroq bog'lanaylik, birodarlar. Banda Allohga iqbol qilar ekan, Alloh azza va jalla uni qalbini poklaydi. Payg'ambarimizga mana shu poklashlik mujassad, moddiy ko'rinishda sodir bo'ldi. Mana rivoyatlarda bor, eshitgansizlar, Rasululloh 4 yashar paytida Banu Sa'd qabilasida yurgan davrida ikkita farishta kelib, ko'hragini yorib, ichidagi shaytonning ulushi bo'lgan qora alaqani chiqarib tashlashgan edi. Innama yuridullohu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti va yutahhirakum tathhira. Alloh taolo aytadi: "Ey payg'ambar xonadonining ahli, Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni butunlay poklashni istaydi, xolos." Alloh taolo xohlaydi. Butun musulmonlarning oilasini poklanishligini xohlaydi. Bu o'rinda Hadisha roziyallohu anhoni payg'ambarimizga aytgan so'z eslashimiz kerak bo'ladi. Vahiy kelib, Rasulullohning qalbiga qattiq qo'rquv kirib qolgan paytda, xursand bo'ling. Vallohi Alloh sizga hargiz yomonlik yetkazmaydi, chunki siz falon sifatlar egasiz deb aytdi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatilgan rost tushlar, jamoatlarni, hayvonotlarni ovozlarini eshitishligi, ularni salom berishligi Rasulullohga vahiy kelishligi uchun ko'rsatilgan nima edi? Tayyorgarlik edi. Ko'krak yorilish ham mana shu tayyorgarliklarning bittasi edi. Har bitta inson bolasining qalbida qora alaqa bor. Shaytonning ulushi deyiladi. Odam bolasi borki, qalbida shaytonga joy bor. Qon tomirlarida yuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbidagi mana shu alaqa olib tashlandi, shaytonning ulushi qolmadi payg'ambarimizda. Endi kimdir aytsa, unda men ham borib yuragim yordirib o'sha alaqani chiqarib olsam,
Menda ham shaytonda ulush qolmaydimi desa, bu noto'g'ri gap bo'ladi. Bu faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun xos bo'lgan ish edi. Bu ham mana shu ko'hrini yorib tozalanishligi payg'ambarlikka bo'lgan nima edi? Tayyorgarlik edi. Iso alayhissalom yoshligida gapirgan birodarlar. Astagfiru billah, qala inni abdullohi ataniyal kitaba va ja'alani nabiyya va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis solati vaz zakati ma dumtu hayya. Shu payt chaqaloq Iso tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam xayr va barakotli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi." Bu kichkina yo'rgaydagi chaqaloqni gapirishligi nima deyiladi? Nabiy bo'ladigan, payg'ambar bo'ladigan kishiga ertaroq berilgan bashorat deyiladi. Bu ham tayyorgarlik edi. Iso alayhissalom Maryam ona ko'tarib olib kelganda Isoni, qavmi Maryamni malomat qiladi. Shunda bir marta gapirgan, keyin gapirmagan Iso alayhissalom. To ana shu nutq qiladigan yoshga yetgunicha. Demak, Iso alayhissalomning gapirishligi payg'ambar bo'ladigan odamga ertaroq berilgan bashorat edi. Rost tushlar 6 oy davom etdi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.